Mana Bellima degan eng bazaviy, eng oddiy nimasi press podborщики ancha kichkina. Hozir sizlarga endi buni ko'rsataman. Mana Comprima. Idealniy O'zbekiston sharoitiga kompaktniy, lekin tez, moshniy ishlaydi. Mana shuni yonida turing-da bir razmerini ko'rsatish uchun. Mana o'sha odam bo'yi bo'lsa, yo'q, buni eng qiziq tarafi mana bu yerda. Nagoshkada bu xohlagan razmerga qo'yadi. Endi g'allani past balandiga kim u ishlash sistemasi boya o'quv darsda aytdik-ku. Bir xillarda pachnik bo'ladi 5 talik. Tas. Agar u shagidan chiqib ketadigan bo'lsa, mana peshaqa deydi bizda halaga. Somon tortib ketadigan. Barmoqlarni. Bu sindiraveradi. Bunda esa unaqa emas. Bunda bitta o'z, bitta pachnik. Eng optimal baquvvatidan qo'yilgan ekan. Ishlash aligisi ham preset tezroq ishlaydi. Keyin ochib to'kib yurishlari mana Doston. Bu haqida sal ozgina ma'lumot bersak, mana shu fermerlarimiz O'zbekistondagi juda katta qiziqishlari bor-da, ko'p odamda. Shu haqida picha ma'lumot, keyin bu bitta 850 biz O'zbekiston hududiga to'g'ri keladimi, kelmaydi? 580 mi yo'q qaysini aytamiz? 580 bizda shu regionlarga qanday? 580 endi eng optimal nimasi? Manki bundan kichkina kombay AdBlue'siz bo'lmaydi-da. Bu machavinasiz ketadi o'g'li. Uni ham bemachavina olib bo'ladi, AdBlue'siz. Agar kichkinaroq bo'lsa, agar faqat AdBlue bilan, dvigatel machavilar bilan ketadi. Bizga o'zi bu hududga anaqa AdBlue'siz kerak-da. Shunga 580 eng kichkina kombaynimiz sizlarga to'g'ri keladi. 580 ot kuchi zakazli bo'ladi. Lekin agar misol mana bu komprimalarni bizda rulonli press podborщикlarda agar so'ramoqchi bo'lsangiz, eng kichkina kombaynimiz eng optimal nimamiz, misol bir tomondan ko'ryapsizlar. Mana bitta tsep turibdi. Shu polni kamerani, bir tomondan kamerani ishga tushiradi. Avtosmaska turibdi. Mana ko'rsangiz agar mana bu narsa bo'yicha maslaga tushib turibdi. Mana zanjiringizni faqat maslahat qilib turibdi. Keyin uni regulirovka qilib. Buni ayting-da, anaqa har doim ham qilmaydi. O'zini faqat bachog'ida to'ldirasiz. Birinchi ish kelgan vaqtingizga mana bu zaslonka bor-ku, mana buni. Mana o'zi 6 ga turibdi. 6 ga turibdi. 1-2 kun ishlaysiz, keyin 3 ga 4 ga qilib qo'ysangiz agar kam maslahat qilib turadi. O'zi spokойно ishlayapti. Bu birinchi tomoni. Misol natajeniya turibdi, hammalar turibdi misol. Keyin ko'ryapsiz. Tozda misol ishlab, bahazur tozalab, servis uchun любой joyimiz turibdi. Birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni bizda eng yaxshi maqsad рабочий organimiz misol bu подборщик bez begovoy дорожки. Подшипниклari mana bu nimalarni paletlarni ichida yo'q. Bitta katta подшипник bu tomonda turibdi, bittasi u tomonda. Shu sababdan biz 30% tezroq любой konkurentdan ishlaymiz. Shu sababdan bizning производительligimiz ko'p, ishlik samaradorligi ko'proq. Keyin klapan. Ko'rsangiz agar misol shu 80 ot kuchi bo'lsa, spokойно ishlab ketaverasiz. Press podborщик bilan kardanlari turibdi, hamma 80 ot kuchi bo'lsa, ishlayapsizlar. Hozir ishlab ketaverasiz. Keyin yana izmelchitel bor, 17 ta pichoqi bilan. Xohlasangiz ana pichoqlar o'chirib qo'yilgan. Xohlasangiz agar endi pichoqni yondirib ishlab ketaverasiz. Endi kompyuter orqali ichkarida boshqa qachon xohlasangiz agar o'chirasiz, qachon xohlasangiz yana yondirasiz. Yana mana uni ko'rasiz. Agar yuqoriga ko'rsatsangiz agar bu yoqda shpagat bilan ishlab bo'ladi yoki setka bilan, farqi yo'q. Lekin setka bilan maqsad ish jarayoni tezroq ketadi. Mana bu nima qalpak turibdi, bu nimaga? Kardandiki, pastga turibdi, zashitaga. Buni kiydirasiz, keyin mana kardan pastda turibdi. Zashitniklar turibdi. Gidroklapanlar, misol ikkita gidroklapan bo'lsa bo'ldi. Mana yana tormoz bor, tormoz pnevmatik xohlasangiz tormozni qo'shib ishlab ketaverasiz. Misol agar gorniy region bo'lsa, tog'li hududlar bo'lsa, farqi yo'q, безопасность uchun turibdi. Bu narsa ham bor. Mana setkani привязывать qilib qo'ygan, maqsad yangi katushkani mana bir tomondan tormozni rastarmajat qilasiz, mana roliklar bilan olasiz, setkani kiydirasiz, mana setka kattami, kichkinami, keyin buni mana vtulka bilan qo'yasiz va ishlab ketaverasiz. Bu 26 pichoqligi ham bor-a buni?
Aha shunday. Buni ichida sensor bormi yo'qmi? Qanday? To'lgandan keyin man kompyuterga berish Shunday. Uni davleniyani ichida emas-u, tepada datchik turibdi. Nagruzkani nimadan, remendan ko'rib aytadiki, ha, men siz aytasizki, menga 80% press davleniya desangiz agar 80% bo'lganidan keyin avtomatik to'xtaydi. Setka podacha bo'ladi. yo'da o'zi haligidan kompyuterdan signal beradi. Уже to'lgan haqida. Siz aytasizki, ruchnoy, xohlasangiz agar ruchnoy bo'lsa, xohlasangiz agar avtomatik. Avtomatik to'xtaydi, tushiradi. Nima? Zadniy krishkamiz ochiladi, qaytib 5 sekund vaqt ketadi o'shanga. Men masalan shuni bittasi to'ldi, men уже yurishim kerak. Podacha setki 5 minut, ochilib yana nima qilishi 12-15 sekund, 18 sekundda bitta shu bitta rulonni tushirib, уже men yurishga tayyor. Yurishga- 5 sekund o'raydi, shu 10 endi sekund to'kadi. 1 minutda bitta rulon tayyor qilib beraveradi. Bu endi eng maqsad zapas bilan aytayotgan производительimizda. Agar xohlasangiz agar maqsad hamma narsa keyin ish jarayonidan, keyin mexanizatordan, haydovchi opitlimi yo'qmi, traktorchi, keyin qancha massa yotibdi. Agar men ko'proq massa bo'lsa tezroq qilaman. Kamroq bo'lsa agar chanqib bu yerdan bu yerda gaz bosib nima olishim kerakda, massa sabrat qilishim kerak. Lekin обычно shu приблизительно bitta rulonga 1 minut ketadi. Ham Endi yerda massa ham bitta rol o'ynaydi. Massa. ha shunday. Massada ko'rsangiz agar, tepaga chiqib, tepaga ko'rsangiz agar bizda bironta valetslar yo'q. Bizning remenimiz, remenni plancheti, uni ikki tomondan remen turibdi, o'rtaga metallik nimalar turibdi. Eng sabuk keyin 21 tonna razrivnoy momenti turibdi. Ish jarayonida faqat 10% biz ishlatamiz. Keyin bu mashina mana shu press podborchikda zo'rligi shundaki 1 metr 25 santimetrdan 1 metr 50 santimetrgacha mana paletslarni ko'rasiz. Men shuni ochdim. Mana unga qo'yaman. Razli nimalarga, davleniylarga qo'yaman. O'shandan keyin ko'rib gidrosilindr pastga tushadi yoki chiqadi. O'shandan kelib chiqib turib diametr o'rashaligi. nimasi alishaveradi-da. Maqsad rulonni diametri 1 metr 25 mi yo 30 mi 35 mi qilib Buni ichida ketaveradi. qarang, ana Qiz tomondan. ko'piga qiz ochiq deydi, somon tushib ketish jarayoni bo'lan bo'lmaydi. Birinchidan plankalar tushibdi, turibdi, ikkinchidan buni tagi mahkam. Ha, tushmaydi. Bir оборотga keldirib o'rashdi bo'lsa tamom, boshqa tushmaydi. Nimagaki tepaga tushgan, agar tepadan tushayotgan bo'lsa, обратно kameraning Ichiga kirib ketaveradi. To'g'ri, tamom. Bizga yana bitta qiziq narsa bu kombaynni